Hürmetlik vatandaşlar bilen bir işke. Kelimede muhakeme. Diksiyelerimiz tamam. Bugünkü saat 2020 yıl 9. ayının 17. günü. Hafta Perşembe. Kelime sözleştim burun başçılık vaziyet doğrusu şundak bir abzas yaki bir torpilimden mavzusunu okup verdik. Onu yana bir okuyutay buna dikkat kılın vatandaşım. Belki bugünkü tahlilimiz müşan münasebetlik bulup kalışı mümkün. Bir merkezi hükümetin bir parça hücceti aşkarlı değil ki Xi Jinping partiya içinde siyaset, iktisat sahası da hukuk, imtiyaz xatar içinde kaldı. 9. ayının 17. günü Johnson'ca yutab. Biz tıqazza boğan külle mesela Amerika Qo'shma Shtatlaridan ikinci derecelik devlet işler katibi Tayvan'a kaçan ziyaret kılıdı o. Diyen bu gün geldi. Bugün 17. yılda Amerika Qo'shma Shtatlarining ikinci derecelik devlet işler katibi Karaç Tayvan'a Taybey'e yetip geldi. Bundan burun 11. günü ve 12. gündeki işki haber Amerika avazının işki haberinin birisi de değildi ki bu katım Karaç Tayvan'da Tayvan taraf bilen erkin savdo kelişimi imzalaş üçün elçilediğin söhbet koy, ötküzülediğin söhbetke riyasetçilik kaladı o deyilgen edi vatandaş. Kennedy'li 12. gün Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining senatori Marco Rubio haydakchilik qilib shundoq degan edi. Masalan, Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo siz hozir darhol Karaç ikinci derdik Davlat ishlar kotibi Karaç efendini Tayvan'da ziyorat qilishga hozirla balki darhol evating. Bu yol belki Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Tayvan'dan o'ttirisi da erkin savdo kelishimi imzolanishning yoki imzolashning payti yoki birinchi qadami bo'lib qoladi deb ko'rsatgan edi. Bugun qaraymizki qilcha yoki sal-pal o'zgarish hozir ikinci derdik davlat ishlar kotibi Taybeyni ziyorat qiladi, lekin Amerika bilan Tayvan o'ttirisida iqtisodga oid yoki erkin savdo kelishimiga oid yig'in yoki suhbat o'tkazilmaydigan bo'ldi. Siz bu narsaga diqqat qilasiz. Siyosatda intayin nozik bunday ishlar yuz berib turdi hurmatli vatandosh. Ham buningga ikinci derajalik davlat ishlar kotibi Karaçmi riyosatchilik qilmaydigan bo'ldi. Hatto boshchilarga leksiya dedik, 16. gündeki leksiyada Karaç yoki ikinci derajalik davlat ishlar kotibi Karaç Liden Huy bilan vidolashish murosimi qatnashdi deyilgan edi. Lekin bugungi xabarda bu o'zgarib dasturo, ya'ni emgak mulozimat ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi dasturo bu vidolashish murosimi qatnashdi. Demak, bu yerda kichikgina o'zgarish bo'ldi. Yana bir o'zgarish da qog'ozga yetib kelmadi, tor betiga yetib kelmadi. Akşam tor betlarida nima? Akşam televiziyada masalan Hong Kong Sumro televiziyasi shunda xabar qilindiki, Amerika Qo'shma Shtatlarining Beijingda turishliq bosh elchisi Brand Start Beijingni tashlab yoki xo'shmi demay Amerika Washington qaytib keldi. Bu qaytib kelish butunlay bosh elchi Brand Startning shaxsiy ishi degan xabar qildi. Bu ikinci qitim yoki Amerika ovoziga chiqmadi, yoki torbetda boshqa film torlarda e'lon qilinmadi. Faqat sumroq oqshom ba'di bu xabarda uning rost yolg'ini atigacha isbotlanishi mumkin. Lekin mushada bir eg'iz gap eg'izdan chiqdi deyli. Masalan, sumroq nima dedi? Bosh elchi Brand Start Beijingdan chekinganda yoki chekindirilgan faqat o'zining shaxsiy ishi bilan dedi. Bu gap intayin nozik gap vatandosh. Demek hozir bosh elchi Brand Startning Beijingda chekinishi yoki Beijingga munosabatli emas, yoki Washingtonga Amerika Qo'shma Shtatlariga munosabatli emas, faqat shaxsiy ish deydi. Demak, buni nima deymiz deganda Xitoy tilidagi danhua deydi. Suslashtirish. Aslidagi kayfiyat bo'yicha kelayotgan, davomlashayotgan kayfiyatni
Masalan, Brand Start'ning Beijingda qaytib kelishidagi kayfiyatni shaxsiy ish bilan qaytib keldi deb, bu qaytib kelishni suslashtirish deb atadi. İkincisi devlet işler katibi, ikinci derece devlet işler katibi. Kıraş'ın Tayyip'ini ziyaret kılışı ve Tayyip'de erkin soğudu kelişimi söhbetiga riyasetçilik kılıdı degenin emelden kaldırılışı mı? Suslaştırış buludu. Bunun sebebi ne mi hürmetli vatandaş? Şimdi siyaset degen bak o. Aşağı ara tömürünü kızıgıdı soktaydı o. Ana şimdi kep kızıl kızırıp doğan uçakta yanına çıkan tömürünün ortadak ve onun kıpkızıl rengidek vaziyet degen aşındak nazıkı aşında özgürlük durdu vatandaş. Biz bunun konuğumuz gem bulacak, konuğumuz meclis bulacak, meclisimiz gerek mi? Konuğumuz yerin bulacak gerek mi? Yok, bu siyaset sahası bu. Biz yüzümüzde aldımayla müşahede endi keliştirip bir sual koyup bakayla. Siz cümle hay. Muşu arlıqda Amerika Qo'shma Shtatlarga nima masala bo'yicha yo'l qo'ydingiz? Nima masala bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarga qo'yilib kelayotgan. Siz bizga ma'lum bo'lmagan nurg'un savol so'roqlarga Amerika Jonanxay siz nima deb javob berdingiz? Nima deb ma'qul bo'ldingiz? Yoki bu yerda siz qo'yayotgan talab İkinci derecelik devlet mahkemesinin ikinci derecelik amaldori Kıraş'ın Tayvan'ni ziyaret kılış kayfiyatını suslaştır deb talab qo'ydingiz mu? İkincisi Brand Start'ning hozir chekinib Washington ketganligini bu shaxsiy ish bilan ketdi, Jungo'ga munosabatsiz, Aqsaroyga munosabatsiz deb suslaştırıp e'lon qil deb talab qo'ydingizmi? Va buning uchun Amerika Qo'shma Shtatlarga nima deb yo'l qo'ydingiz Jungo hukumati Jonanxay? Siz yol koymuşsunuz Amerika Qo'shma Shtatlarning navbatdagi siyosatidan qaraganda başta o'qidik. Devlet ishlar katibi Mike Pompeo'ni bütün dünya birleşti. Komünizmi yoki Jungo Kompartiyasiga qarshi turishsin deb. Bütün dünya birleşti. İzchil holda biz shu ishni qilib keldik. İzchil holda men 2 yil shu ishni qilib keldim dedi. Boshliq siz so'zildi. Zadi Jungo Kompartiyasi nima masalada yo'l qo'ydingiz? Siz yol koymuşsunuz, bu kadar iki nazik meselede bunda suslaştırış oturuğa çıkmaydı. Sizden korkup gitip emez, Jungo'da kapağını bilebilen bu. Siz nimede yol koydunuz? Gep bana müşahede, hürmetli vatandaş. Gep bana müşahede. Biz yukarıda Johnson'ın bir abzal isimle, yani bizden bugünkü leksiyası koygan isimle vaziyet tepsilerine ettik. Ahırda yani bir katım okup verdik. Bir yerde bir gep caranlap kelivatı hürmetli vatandaş. Xi Jinping növbette siyaset sahası da, iqtisod sahası da ve başka sahalarda özünün hukuk imtiyazı qarasa, bu hukuk imtiyaz hazır tehlike aslında kaldı. Tehditga tushib qoldi, tehlike aslında kaldı degan xabarni yetkazdik vatandaşlar. Xatar ichida qoldi. Demak, Beijingda markazda mushu ish yuz bergan bo'lsa, yuqorqi suslaştırışlar shuning uchun yuz berdimi? Ve yoki yuqorqi suslaştırışlar avval yuz berib deyli, bunun Jonanxay shundoq va'da berdimi? Azar vaziyat vatandaşım, mana mushu ikki masala, sizlarning oldingizga qo'ygan ikki masala bo'yicha qistapli keldi. Qistapli keldi. Reis Xi Jinping'ning iqtisod siyaset nima? Partiya ichida. Partiya ichida iqtisod va siyoset sohasida o'rni yoki huquq imtiyozi xatar ichida qoldi degan so'zning oxirgi natijasi qanday bo'ladi? Tasavvur qiling, hurmatli vatandoshlar.